Yo bolalar, hammaga salom. Bugun men sizlar bilan Yahyobek. Bugun biz endi baliqchilik qilamiz. Ko'l topish kerak desam, bu ko'lga bormayman. Erta odamlar baliq tushadi. Baliqlar ham qirilib ketgan bo'lgan. Chekkada ham bitta ko'l bor edi. O'sha yoqqa qarab kelaychi, balki qani tezroq yugur, odamlar kelib olishlari mumkin. Endi bolalar biz baliq tutamiz, sekin boshlasak bo'ladi. Ana sandiqmi? Ana sandiq nima? Kim sandiq ana? Bitta baliq tutib olib, keyin yoniga boraman. Bitta baliq tutib olib, keyin sandiqning oldiga boraman. O baliq keldi. Baliq omadim bilan Takıl ishlatamiz. Graftamiz. Nima bu? Olmaz. Shuncha oldim. Kim endi bu? 3 marta kimaka endi bo'ldi meniki deyman. Kimaka endi bo'ldi meniki. Kimaka endi bo'ldi meniki. Kimaka endi bo'ldi meniki. Hech kim javob bermadi. Demak, bu meni pullarim. Xohlaganimcha men ishlataveraman bu pullardan. Pullarni olamiz, sekin pullarni olish kerak. Men chiqib ketdim, tezroq olish kerak. Men o'zimga bitta yaxshi yuk olaman. Olim pullar, ikkita qolib. Va bitta olmos blokim qo'yilib ketdi. Ikkita qo'yilib ketdi bularni. Endi tepaga olib qo'yish kerak. Men kirgan olib kelmaganman o'zim bilan, Nima yapti? Bo'lmasa men qishlog'imga borib videoni yoqaman. Hozircha to'xtatib turaman videoni. Bu bolalar, mana men kelib oldim qishlog'imga. Mana meni uyim. Ko'ryapsizlarmi? Voyaga chiqib ketgan. Mana men endi yotoqqa bosdim. Ganchalik bemalol bo'ladi. Endi bitta olmos olishimiz kerak. Verstakni qo'yamiz. Olmos foydalaymiz. Yerga qo'yamiz, qilich yetadi. Endi konga kiramiz. Xo'sh. Ilkim hamma yo'qolay ekan. Desam. Endi nima bu? Aytinglarchi, agar buni ham ichidan olmos chiqsa, bugun meni omadli kunim bo'ladi. Qani ochib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Olmosga to'ldi ekan ichi. Demak, biz boshlovni olamiz. Demak, mashta meni pullarim turib tursin, hech kim bilmasin deb kimdir qo'yib ketgan. Hamma yo'g'ini loyiq qo'ygan, hech kim bilmasin deb. Bizga shuncha tosh kerak. Boshqa kerak emas. Endi mana qolqagani kerak. Qosqimman baribir. Yana shu.
olmoslar, oltinlar. Ana endi men boydim. Yo'q, to'qsa ko'rjilam shuncha olmos. O'rgimchak to'ra. Yo. Endi men shuncha olmosni yani ishladaman. Uy sotib olsam arzonroqqa tushadi. Uy sotib olaveraman. Shuncha pulim bor, lekin arzonroqqa tushishini o'ylayman. Chunki bu pullarni tugab bo'lsa, mening hech qanaqa pulim qolmaydi. Men bu pullarga biznes ham ochmoqchiman. Xo'sh. Men hozir qishloqlarga ko'rsatib qo'yib pullarni 9 ta olsam, ular 9 ochilib qoladi. Chunki bitta olmos bizni qishloqimizda 300 ta izmarod degani bitta olmos bo'luvchi. 300 ta izmarod degani qishloq to'xta. Qishloqim. Nimaga xiyobek? Sen qara, nima bor menda? Yo'q, qayerda olayim pullarni o'g'irladingmi? Yo'q, jinnimisan, jinni. Men bu pullarni topib oldim. Hech kimga aytma faqat. Aytmayman, lekin menga ham pul berasan. Nafsing qursin, hammangni beraman. Yo'qol endi. Endi seni menga aytib beraman urganingni. Merga aytib beradi. Merga ham o'g'lim pul bilan yo'laman, akalar. Endi qishloqqa pul bermayman. Esdan chiqib ketdi. Qishloq ham hayron qoldi. Endi men videoni sekin tugatsam ham bo'laveradi. Jo'ja menga hasad qilyapti. Buyoqqa yeyman, pishirib yeyman seni. Xullas, shu joyda videomiz tugadi. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bilan obuna bosib qo'yasizlar. Bitta like bilan obunani bosib qo'yinglar. Ishtima ketmaydilar. Bitta joyoladi xolos obuna. Ishtima ketmaydi, bosib qo'yinglar endi. Hammaga sizlarga